Viloyat bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazida respublika ixtisoslashtirilgan travmatologiya va ortopediya ilmiy-amaliy tibbiyot markazining malakali ortoped shifokorlari tomonidan yuqori malakali jarrohlik amaliyotlari amalga oshirildi. Bu jarayon bolalar salomatligini tiklash, tug'ma va orttirilgan suyak bo'g'im kasalliklarini bartaraf etishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Mazkur amaliyotlar doirasida harakat tizimida nuqsoni bo'lgan turli darajadagi ortopedik muammolar bilan murojaat qilgan bolalar chuqur tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Mutaxassislar tomonidan har bir bemorning holati atroflicha o'rganilib, ularga individual davolash rejasi belgilandi. Ayniqsa, suyak va bo'g'imlar deformatsiyasi, tug'ma nuqsonlar hamda jarohatlar oqibatida yuzaga kelgan murakkab holatlar bo'yicha qator jarrohlik amaliyotlari bajarildi. Shifokorlar tomonidan amalga oshirilgan operatsiyalar zamonaviy tibbiy texnologiyalar va ilg'or usullari asosida o'tkazildi. Bu esa bemorlarning tezroq sog'ayishi, ularning to'liq harakat faoliyatini tiklashiga xizmat qiladi. Jarrohlik amaliyotlarida ortopediya sohasidagi ilmiy amaliy tajribaga ega mutaxassislar ishtirok etdi. Sog'liqni saqlash vazirligida travmatologiya va ortopediyada eng ko'p uchraydigan kasalliklar va shu bilan og'rigan bemorlarni marshrutizatsiyasi va yangi tashkil qilingan protokollarni Buxoro viloyatiga tatbiq etish bo'yicha tashrif buyurdik. Tashrif davomida bu yerda, ya'ni viloyat bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazida yuqori texnologik operatsiyalar va bemorlar konsultatsiyasini o'tkazdik. Bundan tashqari Olot tumaniga borib, u yerda birinchi zveno, ya'ni birlamchi bo'g'in shifokorlariga og'ir bemorlarni, o'sha bizni kasalliklarimiz orasida ko'p uchraydigan muammoli bemorlarni marshrutizatsiyasi bo'yicha seminar tashkillashtirildi. O'ylaymizki, bu o'tkazilgan seminar bemorlarni ovoragarchilikdan qutqaradi. Ayni paytda markazda davolanayotgan bolalarning salomatligini tiklash, ularni hayotga moslashtirish borasida ham tizimli ishlar olib borilmoqda. Shifokorlar har bir bemorga alohida yondashib, operatsiyadan keyingi reabilitatsiya jarayonini ham nazorat qilib bormoqda.